Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Urgancha kuxunli mebelak kelib o'rnatdik. 7,5 metr bo'ldi bu. Ajoyib etib tayyorladik. Oq akrildan tayyorladik. Chetlarına keladigan bo'lsa, kompyuterda bosib ishladik. Quloqlari yaxshi o'z tortib ketadigan. Yana buni shunday suv shirkalari bor, tovoqlardan. Misol mokasini ham yaxshisidan qo'yib berdik. 7,5 metr. Aslında stollarına geladigan bo'lsak, rossiyskiy 4 santilik qalin. Hamma quloqlari yaxshisidan tayyorlanib turibdi, yana o'z tortib ketadi. İşe xudo xolasa gap yo'q. Ishik mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Xalagan rangda ishlab beramiz. Oq, qora, qizil rangini farqi yo'q. Kuxunli mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar hammasidan tayyorlab beramiz. Xudo xolasa. Shunday xalading üstüne uzatib berdilar. Xalading ham shunda qolsin dedilar. Endi pechga qo'ydan. Bir ochkam yana bir dona pechga qo'ydi ekanlar. Şu an maslab qo'yibmiz. İşlerine keladigan bo'lsak, genişlik bir narsa qo'yamanlarlar, mantiq azalmi? Hasan ishik mebelga keladigan bo'lsa, xudo xolasa zakazlar tayyorlab beramiz. Mebel yoqqan bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, rahmat.